Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. AQSh va Xitoy o'zaro investitsiya ko'lamini oshirish xususida muzokaralar boshlaydi. Washingtonda yaqinda o'tgan muloqotda bu borada kelishib olindi. Yangi bitim imzolansa, amerikalik sarmoyadorlarning Xitoy bozoriga kirish imkoniyatlari yanada kengayadi. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy. Xitoy ilk bor iqtisodiyotining barcha jabhalariga xorijdan sarmoya kiritilishiga izn berdi. Bu Pekindagi yangi rahbariyatning kelajakka yangicha yondashuv bilan qarayotganini ko'rsatadi, deydi AQSh moliya vaziri Jacob Lew. Ular iqtisodiyotga bozor talablaridan kelib chiqib yondashish lozimligini biladi. Bir-birimizga eshiklarimizni ochishimiz kerak. Xitoy sarmoyasining AQShga kirib kelishiga rozimiz. AQSh sarmoyadorlari ham Xitoyga kirishini istaymiz, deydi rasmiy. Pekin va Washington moliyaviy boshqaruv, huquq-tartibot va buxgalteriya standartlari bo'yicha aloqalarni kuchaytirishga kelishib oldi. Xitoy vitse-premyeri Wang Yang bularni muhim qadam deb hisoblaydi. AQSh Xitoy moliya institutlarining Amerika bozoriga sarmoya kiritishiga qarshi emas. Har ikki davlat uchun manfaatli hamkorlikda o'zaro ishonch va tushunish muhim ahamiyatga ega, deydi rasmiy. Ikki tomonlama savdo o'tgan yili qariyb 500 milliard dollarni tashkil etgan. Sarmoyani oshirish har ikki mamlakat iqtisodiyotiga ham katta foyda keltirishi aniq. Ammo buni AQSh senatining 3dan 2 qismi ma'qullashi kerak. Senat Xitoy kiber xurujlaridan g'azabda. Uchrashuvlarda bu haqda ham gaplashildi, deydi AQSh davlat kotibi o'rinbosari Bill Burns. Bir-birimizga yaqinlashtiradigan texnologiyalar ayni paytda yangi muammolarni ham yuzaga chiqaradi. Bu hafta olib borgan muloqotimizda savdo sirlari, intellektual mulk va maxfiy biznes ma'lumotlarining o'g'irlanishi qabul qilib bo'lmas hol ekanini ta'kidladik, deydi u. Xitoy esa bu ayblovlarni inkor etadi. Milliy xavfsizlik agentligi sobiq xodimi Edward Snowden oshkor etgan ma'lumotlarda AQSh Xitoyga qarshi josuslik amaliyotlarini olib borayotgani ma'lum bo'lgach, Pekinning e'tirozi yanada kuchaydi. Xitoy muntazam xakerlik hujumlariga uchraydi. Xitoyning mavqei shuki, barcha davlatlarda kiber xavfsizlik ta'minlanishi uchun BMT xalqaro kiber xavfsizlik qoidalarini ishlab chiqishi kerak, deydi Xitoy davlat maslahatchisi Yang Jiechi. Janubiy va sharqiy Xitoy dengizlaridagi talash hududlar haqida gapirar ekan, Yang bu munozaralarning muloqot orqali hal qilinishini AQSh qo'llab-quvvatlashiga umid bildirdi. Har ikki tomon mamlakatlararo aloqalarning yangi modeli Osiyo Tinch okeanidan boshlanishi lozimligi haqida yakdil fikrda. Biz mintaqa bo'yicha navbatdagi maslahatlashuvni kuzda o'tkazishga va Osiyo Tinch okeanida tinchlik va barqarorlikni birgalikda qo'llab-quvvatlashga kelishib oldik, deydi Xitoy rasmiysi. Uchrashuvlarda Suriyadagi urush, Afg'onistondan xalqaro kuchlarni chiqarish hamda Eron va Shimoliy Koreyaning yadro dasturlari haqida ham gaplashildi. Scott Stearns, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.